Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh do'stlar. Men Ravshan Berxoniyaz. Biz sizlar bilan Ravxon metodini ISO 2 yo'lini ko'rib chiqamiz. Bizni hozir qiynaydigan narsa, tadbirkorlar qiynaydigan narsa, xodimlarimizga biz topshiriq beramiz. Ertalabdan kechgacha o'zimiz ishlaymiz. Bergan topshiriqlarimiz bajarilmaydi yoki bajarilsa ham bizni qoniqtirmaydi. Mana shu narsani biz tadbirkorlar ko'rib chiqib, kamchiliklarni topib, sababini topib, yechimini topishga harakat qilamiz. Masalan, savol: nima uchun xodimlaringiz javobgarlik bo'yicha olmaydi? Ertalabdan kechgacha ishlaysiz. O'zingiz hamma narsani harakat qilishga. Nimaga? Chunki ko'pchilik tadbirkor o'zlari biznesni ochgandan keyin hammasini o'zi yaxshi qiladi. Lekin odamlar ishga olgandan keyin unga topshiradi, masalan, sotuvni yaxshi sotolmaydi, yaxshi gaplasholmaydi yoki moliyani hisob kitobini qilolmaydi, marketing, reklama, shunday qilib biz ko'p vazifalarni bo'ynimizga olamizda, ertalabdan kechgacha o'zimiz ishlaymiz. Keyin mana shu tadbirkorlar bilan ko'pchilikda ishlaganda savol beramanda, aytaman, mana shu biznesingizda kim javobgar? Sotuvga va jamoaviy javobgarlik bor. Biz hammamiz javob beramiz. To'xta. Qanday qilib hammanglar javob berasizlar? Bu har bitta yo'nalish bo'yicha javobgar bitta odam bo'lish kerak desa, yo'q, bizda boshqacha deydi. Mana shu biznesdagi eng katta xato va mana shu shirin yolg'onlardan biri jamoaviy xato. Juda og'ir haqiqat. Mana bu batqoq deymiz-ku. Biz batqoqdan chiqarmaydigan mana shu harakatlar. Agar biz mana shu narsalar hamma narsa uchun javob beramiz degan bo'lsanglar, bu juda katta xato. Demak, bu kelajakdagi bu sizni bankrotlikka olib boradigan holatingiz. Bu batqoqdan chiqolmaysiz. Javobgarlik bitta odam, bitta mana yo'nalishda olish kerak. Masalan, hisobotlarnimi? Bitta odam javob beradi. Xodimlarni boshqarishdimi? Boshqa odam. Sotuvlarni boshqa odam. Reklamani boshqa odam. Sizda agar javobgarlik hammaga tegishli bo'lsa, demak, javobgarlikning o'zi yo'q. Javob beradigan odam yo'q. Hech kimdan siz so'ramaysiz. Demak, siz o'zingiz hamma narsani o'zingiz boshqarasiz, o'zingiz bo'yningizga olasiz va siz biznesingizni quli bo'lib ishlaysiz. Siz biznesni boshqarmasdan o'zingiz eng qimmat xodimlardan biri bo'lasiz. Endi sizlarga savol. Masalan, mana bitta vaziyatni ko'rib chiqing. Mahsulot, bizda mahsulot bor, mijoz pul to'ladi bizga. Pul to'lagandan keyin pul tushdi. Endi bu mijozga biz mahsulotni jo'natishimiz kerak. Vaqtida mahsulotni yetkazib berishimiz kerak, jo'natishimiz kerak. Nima bo'ladi? Vaqtida yetib kelmagan, mijoz bizga qo'ng'iroq qilyapti. Biz mana shu holatni yana o'rganish uchun xodimlarni chaqiryapmizda bir-biridan so'rashni boshlaydi. Zbit deymiz-ku, logistika. Nima bo'ldi ishlar? Mana emas deydi. Nimaga? Omborchi menga mahsulotni tayyorlab bermadi deydi. Omborchini chaqiradigan bo'lsak, menga ishlab chiqaruvchi omborga olib kelib bermadi. Ishlab chiqaruvchini biz chaqirib, nimaga vaqtida sen vaqtida ulgurmadim deydi. Nimaga? Ta'minotchi menga bu narsani olib kelib berish kerak edi. Mana bu zapchasti yo'q edi, men o'shani qila olmadim. Bir-biriga futbol. Mana bizning korxonamizda shunaqa bo'lardi. Yig'ilish bo'lganda 1 soatlab, 1-2 soatlab odamlar bir-biriga futbol qilishga harakat qilishadi. Natija hammamiz gapirdik, hammamiz bir-birimizga qo'limizni ko'rsatdik. Mana sen aybdorsan, sen mijoz. Bu sizlar yaxshilar, bo'pti. Lekin kim zarar ko'ryapti? Biznesning egasi bilan mijoz. Hammasi oppoq, hammasi zo'r ishlaydi, hammasi ta'minotchi ham,
ishlab chiqaruvchi ham, logistika ham, omborchi ham, hammasi zo'r. Lekin natija bo'lmaydi. Natijada mijoz vaqtida mahsulot olmadi, zarar ko'rdi. Bu ham va'da bergan. Mana shu biznes bunaqada qanaqa rivojlanib boradi? Yo'q, albatta. Bizda mana kompaniyamiz hammasi yaxshi, hammasi ishchi, qarindoshlarimiz, oshna og'aylarimiz, ukalarimiz hammasi ishlayapti. Hech kim javob bermayapti. Hammasi yaxshi. Oqibatda biznes egasi zarar ko'ryapti. Mijozning oldida, bizni oldimizda ham hammasi aybdor topilmadi. Mana bu tizimli kasallik. Ko'p kompaniyalarda shunaqa holat. Men qancha kompaniyada ishlaydigan bo'lsam, mana shunaqa holat ko'p ko'rganman. Nimaga unaqa bo'lyapti? Masalan, biz ishga olamiz. Ta'minotchi deymiz, saqlab, ishlab chiqaruvchi, hammasida lavozim bor deymiz, unga oylik beramiz. Lekin bu odam egalik hissiga ega emas, egalik hissi yo'q bu odam. Ular qatnashyapti biznes prosesda, jarayonda. Ishtirok qilishyapti, lekin natija, oqibati, natija uchun kurashmayapti. Natijaga ana rahbar bor, rahbar javob beraveradi. Men o'zimni ishimni qildim, bo'ldi. Men unga topshirdim. Natijaga boshqa odam javob bersin. Menga natija muhim emas. Mana shunaqa filosofiya, psixologik ishchilarda. Rahon metodi bo'yicha mana shu 5 ta aniq mana shu sababini biz ko'rib chiqamiz. Nimaga xodimlar o'z bo'yniga olishmaydi? Sababini bilgandan keyin biz buning yechimini ham topa olamiz. Uchun albatta hozir mana siz ko'rganingizda e'tibor beringlar, ko'rib chiqinglar va albatta shu narsalarni biz yechimini topishimiz kerak. Yani birinchi sabab jamoaviy javobgarlik niqobi. Bu nima degani? Mana shu biznes proses deyiladi. Biznes proses, birinchi ishlab chiqarish. Biznes proses. Yoki mana bir mahsulotni sotib olib, uni yetkazib berish, bu ham biznes proses. Har bir kompaniyada o'zining biznes proseslari bor. Bu jarayondir. Jarayon uchun mas'ul odam yo'q. 3 odam biriktirib qo'ygan, oqibatda bir narsa bo'lib qoladigan bo'lsa, javob beradigan odam yo'q. Jarayon uchun mas'ul odam faqat bitta bo'lishi kerak. Tasavvur qilinglar, kemada qaradim. Kemada 2 ta kapitan, bittasi aytadi, to'xtanglar deydi, ikkinchisi tezroq оборотlarni olinglar deydi, ikkinchisi chapga deydi, uchinchisi unaqa qilib kapitan 2 ta qozonda 2 ta kalla qaynamaydi deganda, xuddi shunday bitta kemada 2 ta kapitan boshqaradi. Har bitta jarayonni, har bitta ishni bitta odam javobgar bo'lish kerak. Bitta odam bo'yniga olish kerak. Bu birinchi. Ikkinchi, konkret maqsadlar qo'yilmagan. Noaniq maqsadlar. Odamdan bir narsa so'rashdan oldin biz bilishimiz kerak. Bizga nima kerak? Maqsad nima? Sotuv. Qancha sotuv bo'lishi kerak? O'nda. Nechta qo'ng'iroq bo'lishi kerak? Konversiya qanaqa bo'lishi kerak? Plan qilishimiz kerak. Demak, bu odamga biz vaqtida qiladigan ishlarni aniqlashni topshirishimiz kerak. Umumiy gaplar bo'lyapti, mana kecha qo'lim uchib olyapman. Savol beryapman. Nechta odamga qo'ng'iroq qildim? Aka, men harakat qildim deydi. To'xta, konversiya nechi foiz? Nechta qo'ng'iroq qildim? Konkret topshiriq yo'q, noaniq maqsad qo'yilmagan. Uchun bizda albatta maqsad bo'lishi kerak. Maqsad bir oylik bo'ladi, haftalik, kunlik. Kunlik maqsad sotuv bo'yicha, tushum bo'yicha, demak, bir konkret buning uchun nechta qo'ng'iroq bo'lishi kerak? Konversiya qanaqa bo'lishi kerak? Nechta odamlarga biz uchrashimiz kerak? Mana shu narsa, hamma narsa bizda rejalashtirilgan bo'lishi kerak. Konkret maqsadlar.
agar konkret maqsadlar bo'lmasa, demak, natija ham bo'lmaydi. Mana shu ikkinchi e, sabablardan noaniq maqsadlar. Uchinchi, egasi yo'q muhim vazifalar. Nima deganim? Masalan, biz ishlaymiz. Instagramda ishlaymiz, Facebookda ishlaymiz. Lekin aniq mana shu yangi mijozlar lead deymiz-ku, ularni sonini ko'paytirish uchun kim shaxsan javob beradi? Hammamiz. Rahbar aytadi, man qilyapman dedi. Mana vaqtim bo'lganda yana man bu odamga topshirganman deydi. Yana qanaqadir marketing bo'limida bu odam qilyapti dedi. Umumiy bitta odam konkret mana shu yo'nalish bo'yicha, mana shu vazifa bo'yicha odam yo'q, egasi yo'q. Shuning uchun savol tug'iladi. Savdo reja, birinchi navbatda savdo rejalashtirish kerak. Va undan keyin kim javob beradi? Mana shu bajarish. Kommersiyaga kim javob beradi? O'rta chekka kim javob beradi? Tranzaksiyaga kim javob beradi? Qo'ng'iroqlarga kim javob beradi? Savdo rejasini bajarish uchun bitta odam bosh bilan javob berishi kerak. Bu uchinchi. To'rtinchi bo'ladi. Bizda mana rahbar topshiriq beradi. Topshiriq bergandan keyin nazorat qilmaydi. Yoki bir haftada bir marta nima bo'lyapti ishlar, bolalar? Ishlar yaxshimi? Ha, yaxshi. Harakat qilyapmiz, aka. Qanaqa bo'lyapti? Buni yaxshi bo'pti. Oy oxirigacha reja bajaramizmi? Albatta bajaramiz, aka. Mana bu nazorat emas. Har doim tasavvur qilinglar. Raqamlar bu kasallar, больница. Biz kasalga bir haftada bir marta kelamizda, qanaqasiz, yaxshimisiz aka? Ha, yaxshiman. Bo'pti, salomat bo'ling. Bir haftadan keyin yana kelaman deymizda, bu odam больницада yotibdi. Bosh og'rig'i, davleniyasimi, qon bosimini o'lchamaymiz. Dorilar vaqtida ichyaptimi, bilmaymiz. Qanaqadir ukollar qilmaymiz. Bir haftadan keyin kelamizda, yana xabar olamiz. To'g'rimi? Yo'q. Nazorat yo'qligi noto'g'ri. Nazorat bo'lishi kerak har kuni. Har kunlik raqamlarni biz ko'rishimiz kerak. Kasal bilan ham har kuni doktor, institutga kelib, har kuni bu kasalga e'tibor berish kerak, ukol qilish kerak, dorini ichirish kerak. Va doktor ham har kuni bu kasal bilan gaplashib, nima bo'lyapti, nima qo'yapti holatini o'sha borishga yozma ravishda. Har kuni nazorat qilishimiz kerak. Biznesda xuddi shunday. Rahbar har kuni nazoratni yo'lga qo'yish kerak. Mana bu sabab, to'rtinchi sabablardan biri nazoratning yo'qligi. Beshinchi, biz hozir KPIga o'tamiz. Demak, KPI nazorat qilganda albatta raqamlar bo'lishi kerak. Umumiy konkretlar foizda, son nechta odamga gaplashganmiz, so'mda necha foiz oshdi, nechta odam sotib oldi, necha pulga tushum bo'ldi, qancha xarajat bo'ldi. Hamma narsani biz o'lchab borishimiz kerak. Umumiy, biz aytamiz, gap biznes sevgi tilida emas, biznesda gaplashishimiz kerak. Xodim mana albatta o'zi oilaga natijasida o'rtasida va agar ko'rmasa, man uchun pul olayotgan. Bu odam harakat qilmaydi. Bu odamni biz bog'lab qo'yishimiz kerak. Uni oyligini va tushum foydaga bog'lab qo'yadigan bo'lsak, o'shandagina bu odam harakat qiladi. O'shanda bu odam harakat qiladi, planni bajarishga, planni oshirishga. Ungacha agar biz umumiy bu odam ishlab harakat qilayotgan bo'lsa, bizga hech qachon bu mas'uliyatni olmaydi. Uchun biz konkret KPIlarni mana shu yo'lga qo'yishimiz kerak. Biz birinchi mana shu epizodni ko'rib chiqqanmiz. Biznesda emas, raqamlarni boshqarish kerak deb. Har bitta kompaniyada albatta eng kamida 50 ta raqamlar bo'lishi kerak. 50 ta ko'rsatkichlar bo'lishi kerak. Yo'q deganda 5 ta, 7 tasini biz yod bilishimiz kerak va raqamlarni boshqarib borishimiz kerak. Agar kim ko'rmagan bo'lsa, albatta men tavsiya qilaman, birinchi epizodni ko'rib chiqinglar. U yerda biz
mana shu biznesni emas, raqamlarni boshqaring degan mavzuda tushuntirib o'tgandik. Ikkinchi mana bu oltin formulamiz. Yozib olinglar, yod bilinglar va harakat qilinglar, biznesinglarda qo'llashga. Har bir raqamning bitta egasi bo'lishi shart. Bu oltin formula. Agar bitta emas, ikkita egasi bo'lsa, demak bu raqamlarga, bu ko'rsatkichga hech kim javob bermaydi. Masalan, tushum. Kim javob beradi? Konversiyaga kim javob beradi? O'rta chekka kim javob beradi? Takroriy sotuvga kim javob beradi? Sifatga kim javob beradi? Marjaga kim javob beradi? Sof foydaga kim javob beradi? Har bitta mana shu ko'rsatkich raqamning bitta egasi bo'lishi kerak. Masalan, bizda 5 ta, 6 ta xonali uy bo'lsa, har bitta xonada kimdir yashaydi, to'g'rimi? Qizlarning xonasi, bolalarning xonasi, ota-onaning xonasi. Har bitta xonada xonani egasi bo'lishi kerak. Vaqtida tozalanib, vaqtida tartibga qarab, xonani egasi javob beradigan bo'lishi kerak. Biznesda xuddi shunday. Har bitta raqamni bitta egasi javob beradi, bitta egasi boriladi, bitta egasi hamma narsani vaqtida qarab, vaqtida boshqaradi. Demak, har bir KPI raqam uchun bitta aniq ega bo'lishi kerak. Bu ikkinchi, bu davomi. Albatta KPI ko'rsatkich bo'lishi kerak. Tushum, plan qancha? Mana shuncha tushum bo'lishi kerak. Konversiya reja qancha? Mana shunaqa reja bo'lishi kerak. Kunlik, haftalik, oylik, o'rta chek, hamma narsa bajarilishi kerak. Plan bo'yicha. Takroriy sotuvlar. Bu konsent tranzaksiya qancha? Sof foyda. Kim javob beradi? Sof foyda. Adham, Rustam ismlari bo'lishi kerak. Sifat bo'yicha kim javob beradi? Qaysi odam? Liklarga kim javob beradi? Umumiy bo'lim, umumiy biz hammamiz degan emas, konkret. Masalan, tushum kim javob beradi? Sotuv bo'limi rahbari. Sotuv bo'limi rahbari Ilhom bo'ldi. Aniq, demak bu odam biladi. Mana shu uchun aniq egasi bor. Konversiya uchun Igor marketing rahbari bo'ldi. Konversiya uchun marketing rahbari Igor javob beradi. O'rta chek uchun sotuv menejeri kim? Adham. Takroriy sotuv uchun tranzaksiyalar. Aha. Albatta, tushunarli mana shu narsa. Har bir KPI uchun bitta aniq javobgar bo'lish kerak. Endi yana bitta narsaga yana qilishimiz kerak. Har bir vazifa, berilgan vazifalar, topshiriqlar bitta mas'ulga ega bo'lishi kerak. Masalan, mijozlarni jalb qilish uchun kim javob beradi? Mas'ul kim? Marketing menejer. Ismi, familiyasi va mana konkret mijozlar jalb qilish uchun javob beradi. Buni rejasi bo'lishi kerak va har kuni biz hisobot olishimiz kerak. Mijoz bilan aloqa qilish uchun kim? Sotuv menejer. Ismlari kim? Buyurtma rasmlashtirish uchun operator. Ismlari kim? Buyurtmani bajarish uchun ishlab chiqarish vaqtida. Otlari kim? Nachalnik. Yetkazib berish uchun logistika menejer. Ismlari konkret odam bor, qiladigan vazifasi bor va jarayonni javob beradigan odam. Va nazorat, natija nazorat qiladi. Kim? Nazorat. Nazorat rahbari agar katta kompaniya bo'lsa. Va aniq mana shu mas'ul bo'lish kerak, aniq natija. Agar mas'ul bo'lmaydigan bo'lsa, mas'ulsiz vazifa, demak natijasiz ish bo'ladi. Har bitta kompaniyada har bir vazifaga aniq bitta mas'ulni biriktirib qo'yinglar. Ularga topshiriq. Kelinglar, biz o'zimizni kompaniyamizni ishga olamizda asosiy ko'rsatkichlarni yozib chiqamiz. Qanaqa ko'rsatkichlarni siz o'lchab boryapsiz? Biz birinchi epizodimizda shunaqa topshiriq bergandik. Hozir ham yana sizlarga topshiriq yozinglar. Qanaqa ko'rsatkichlar? Masalan, sotuv hajmi. Kim egasi? Azizbek. Plan
qancha bo'lishi kerak? Faqat foyda. Kim javob beradi? Nilufar. Familiyasi. Va o'lchaganda biz albatta solishtirishimiz kerak. O'tgan haftaga nisbatan, o'tgan kunga nisbatan, o'tgan oyga nisbatan, o'tgan yilga nisbatan. Ya'ni o'shandagina biz olmani olma bilan solishtiramiz. Ko'ramiz, bu qanday ishlayapti, yaxshi rivojlanyapti, yo'qmi, olib ketyapti. Sifat bo'yicha kim javobgar? Sardor. Aha, o'tgan oyga nisbatan qanaqa bo'ldi? 3% oshdi. Молодец, yaxshi. Lekin plan bajarilmadi. Shunday qilib, har bitta ko'rsatkich bo'yicha bitta inson javob berishi kerak. Natijaga bitta odam javob beradi. Aniq raqam, aniq mas'ul va aniq natija bo'lishi kerak. Mana sizlarga topshiriq. Shuni olinglarda, o'zinglarni kompaniyanglarda har bitta ko'rsatkichlarni yozib chiqinglar va har bitta ko'rsatkich uchun javob beradigan odamlarni biriktirib qo'yinglar va ularga topshiriq beringlar. Plan oylik, haftalik, kunlik plan va buni nazorat qilib boringlar. Sizlarga yana bitta savol. Uchta savolga javob beringlar. Birinchi savol. Mana sizni biznesingiz bor, ishlayapsiz. Sizni biznesingizda sof foyda uchun kim shaxsan javobgar? Bormi shu odam? Agar hech kim bo'lmaydigan bo'lsa, demak hech kim javob bermayapti. Albatta bitta odamni biriktirib qo'yishingiz kerak. Yoki siz o'zingiz javob berishingiz kerak, sof foyda uchun, yoki konkret bitta lavozimdagi odamni siz biriktirib qo'yib, unga topshiriq berishingiz kerak. Sen mana shu foydaga javob berasan. Bu birinchi savol. Ikkinchi, mijozlar oqimi uchun kim javob bersin? Bormi sizda javob beradi? Yo'q. Bor. Yaxshi. Bor bo'lsa juda ham yaxshi. Yo'q bo'lsa, albatta sizga bu topshiriq bo'ladi. Biriktirib qo'yinglar. Albatta har bir bor gapirganda raqamning bitta egasi bo'lishi shart. Uchinchi, mahsulot yoki xizmatning sifati. Sifati uchun kim javob beradi? Mana shuni ham bilishinglar kerak. Masalan, siz ishlab chiqaradigan bo'lsanglar, ishlab chiqaruvchi. Agar siz bu mahsulotni sotib olib sotayotgan bo'lsanglar, odam biriktirib qo'yishinglar kerak. Chunki mahsulot keladi, sizlaringlarga tushadi, sizlardan keyin mijozga yetib boradi. Bu sifat uchun javobgar odam bo'lishi kerak. Agar mana shu savollarga siz mana shunday javob bergan bo'lsanglar, bu noto'g'ri. Bundan aslida kompaniyalarda javobgarlik o'zi yo'q. Qanaqa javob beradi? Savolga beryapti. Unga marketing bo'limi javob beradi. Unga sotuv bo'limi javob beradi. Unga logistika bo'limi javob beradi. Lekin bizga bunga hammamiz javob beramiz degan siz faqat javob bergan bo'lsanglar, demak sizlarda tizim ham yo'q, javobgarning o'zi ham yo'q. Mana shu uchta savolga javob beringlar. Endi nima qilish kerak degan savol tug'iladi. Qanaqa yechim bo'lishi kerak? Siz har bitta odamlarga, har bitta ko'rsatkichlarga konkret odam siz biriktirib qo'yishingiz kerak. Agar siz buni biznesingizda hali ham qilmagan bo'lsangiz, demak siz qul demaymiz, eng ko'p yuguradigan xodimsiz. Hamma narsa uchun o'zingiz javob beryapsiz. Men sizlarga sovg'a beraman. Javobgarlik matritsasiga shablonni sizga yozsanglar, shablonni sizga skachab qilishga beramiz. Shablonni to'ldiringlar va to'g'ri o'zinglarni xodimlaringlarga javobgarlikni taqsimlab qo'yinglar. Sotuv hajmi uchun kim javob beradi, foydaga kim javob beradi, sifatga, muddatga va ismlar
javob beradigan odamlar har bir raqamga javobgarlikni biriktirish uchun mana shu javobgarlik matritsasi sizga shabloni yordam beradi. Bu sizlarga sovg'a. Marhamat, bizga yozinglar. Videoni ko'rgandan keyin shablon, javobgarlik matritsasi desanglar, biz sizga jo'natamiz. Bemalol yuklab olinglar va foydalaninglar. Judayam yaxshi shablon biznesingizda sizga ancha yordam beradi. Endi biz biznesimizda mana shu 3-epizodimizni ko'rib chiqamiz keyingi safar. Hozir biz 2 epizodni ko'rib chiqdik. 2 epizod nima uchun? Mana shu bizning ishchilarimiz, javobgarligimiz, ishchilarimiz javob bermaydi va har bitta biznesda raqamlanuvchi bo'lishimiz kerak. Endi biz 3-epizodga o'tamiz. Biznesdagi eng og'ir savol. Nega yaxshi xodim ham yomon natija beradi degan mana shu epizod. Keyingi bizni darsimiz mana shu mavzu bo'yicha bo'ladi. Qilib biz mana shu epizodlarni 10tacha epizod sizlarga har xil mana shu biznesda holatlar haqida gapirib beraman. Shu narsalarni sizlar yaxshilab o'rganib olinglar va qo'llashni boshlanglar o'zinglarning biznesinglarda. Keyingi mavzu xudo xohlasa YouTube'da bo'ladi. Albatta buni ko'ringlar, qo'yilgan topshiriqlarni bajaringlar. Qanday savollar bo'ladigan bo'lsa, marhamat bizga yozinglar. Botimizda mana qisqa kurslar bor, challengelar deyilamiz. Arzon bizga bot, ammo botimiz kerak desanglar, sizga ssilkani jo'natamiz. Ssilka bo'yicha kiringlar, bemalol o'sha yerda mana shunaqa yaxshi chiroyli narsani ko'rib chiqinglar. Salomat bo'linglar do'stlar. Keyingi epizodimizda albatta sizlarga savollar ko'rib chiqamiz va agar mabodo sizlarda yana qo'shimcha qanaqadir savollar bo'lsa, taklifinglar bo'lsa, bizga yozinglar. Biz albatta sizlarga mavzularni yoritib beramiz va bizga qo'llashga ancha tayyormiz. Salomat bo'linglar.